Hi everyone, welcome to Thai Language Training Center video classroom. And today we will learn new concept English book 1, lesson 57, an unusual day. Sağlaşmışlar. Bugün şu 57 ders an unusual day degan ders o'rganmoqchi. Andaqda dersimizni boshlab ketsak, nima? Unusual day. All right. Ammo qaranglar. Birinchi so'zlik nima desanglar? Clock. Okay, clock. Endi bu oldidagi CRP ko'pincha nima deb talaffuz qilinadi. Bu nima desanglar? Clock. O mesela dog deymiz ama şunun o'xshash nima? O talaffuz qilingan tavsha. Clock. Okay, mesela dog, clock degandek. Ana bu clock deganimiz nima desanglar? Bu clock deganimiz nima? Shu tam saati. Mesela tam esib qo'yilgan soat nima deymiz? Clock. Endi manachu qo'lga osadiganimiz ne? Watch. Okay, a watch. O'xshashdan nima desanglar? O deb talaffuz qilinadi ekan. Clock, watch. Endi clock deganimiz nima? Tam saati. Ama shu tam esib qo'yilgan va yoki masalan cho'ng soatlarni odatda clock deymiz. Okay, clock. You know, I have a nice clock. I have a nice clock. Menda bir night yaxshi bo'lgan bir nima soat bor. Ama shuni nima deymiz? Clock. I have a nice clock. I have a nice clock. Okay. Onu deguncha, do you like this clock? Siz bu soatni yoqtirdingizmi? Do you like it? Do you like this clock? Okay. Demek hamda clock deganimiz aslida shu tam soat ma'nosi. Hamda bugungi darsimizda a clock deb bir hukm bor. Amerika degan shu o harfi. Onun üstüne çok peşten birisi qo'yildi. Onun nima desanglar? Clock. A clock. Demekçi nah yoki del ma'lum bir soat bo'lganda bu shuni a clock deymiz. Qarab boqaylik. Mana resimda birinchi soat nah soat 3 bo'lib tushunama. Endi soat 3 bo'ldi degan ingliz tilida nima desanglar? It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Endi müşaharaga etning ko'zi sotqini sog'doshlar bu nima desanglar? Etning ko'zi sotqini müşahada vaqtni ko'rsatadi. Demakchi the time is 3 o'clock. Demak vaqt hozir soat 3 bo'ldi. Demak it is 3 o'clock. Okay, what about next? Endi ikkinchi rasmchi. Ikkinchi rasmda vaqt 10 bo'lib tushunami? Mushu dal 10 bo'ldi desanglar it is 10 o'clock. It is 10 o'clock. Vaqt hozir demakchi soat hozir naq 10 bo'ldi. It is 10 o'clock. Okay, 10 o'clock. Misharaga clock deganimiz hamda vaqtni bildiradi. You know, I go to the butcher's at 10 o'clock. Men soat 10 da nariga borman. Odatda qassobxona boraman. Demak, endi soat manchida deganning oldiga at. Demak, aniq vaqtlarning oldiga nima at kelgan gap. Onun degan aylarning oldiga nima keltiradi desanglar? Aylar degan bir doir vaqt tushunami? In. Masalan, in January, in February, in March, in May debchi aylarning. Endi yillarning oldiga nima o'xshash nima? In keladi. Demak, vaqtning oldiga, aniq bir soatning oldiga nima? At. You know, at 8 o'clock, at 9 o'clock, at 10 o'clock. Okay. Demek endi müşarika clock deganimiz shu aniq vaqtni bildirib keladi. Okay? Aldirgi clock degan tam soati, a clock deganimiz ham nima desanglar? Shuni bildiradi. Okay, endi keyingisi nima? Shop. Okay. Shop. Shop. What is this? You know, this one is shop. Shop degan dukkan, magazin degan gap, dukkan, magazin. Endi bu Amerika ingliz tilida nima deyildi desanglar? Store. Okay, look, what is that? It's store. Store. Masalan, Almanınki app detaylı satılgan dükkanı app bazarı nima deydi desanglar? App store deydi. Application store degan gap bu. Shu Amerika ingliz tilida store deydi. Biz uygurca demeyecek. Mesela Qashqarda ağaca desek, qo'lsabda ada deymiz, shunami? Turban nima? Ayla. Demekçi şu bir gap var milletdə. Shu shop deganimiz, shu dukkan, magazin degan gap. Masalan, a bookshop. Okay, bir nima dukkani? Kitob dukkani.
kitapxona. Kitap sotadigan do'kon ne? A book shop. Okay. Hamda oyoq do'koni bo'lsa shoe shop. Okay. A shoe shop. A shoe shop. A book shop. Yana birisi nima? Shoe shop. Okay, next one is moment. Okay, moment. And the moment deganimiz nima desanlar paid degan gap. Paid. Paid deganimiz moment. Masalan, at the moment, mush paytda. At the moment, mush paytda. Yoki hozirning o'zida degan gap. Masalan, at the moment he is sleeping. Okay, mush paytda u qanaqada uxlayotidi. Okay, what about her? What is she doing at the moment? So what is she doing at the moment? You know, she is reading at the moment. You know, she is reading at the moment. Hozirning o'zida u kitob o'qiyotidi. Okay, what about him? What is he doing at the moment? Okay, what is he doing at the moment? Is he running at the moment? Yes. Yes, he is running at the moment. You know, at the moment, he is running. U yugurayotidi. Demek ki şu moment degan şu paid. Demek şu gap og'zidan chiqayotgan şu paid vaqtda boshqalarniki şu qanaq ma'lum bir ish bilan shug'ullanayotgan, mashg'ul bo'layotganligini ifodalab kelgan gap. Demek at the moment mush paid da shunama u shugurayotidi. Okay. Anda şu vaqt ifodalashning bir necha xil usullari bor arkadaşlar. Mesela vaqt o'qiganda, mesela to'liq vaqt olgan bo'lsa, clock deb o'qiydi. Shunami? Onundan sirt yana bir necha xil, mesela paj vaqtlarni, butun vaqtlarni o'qishning usullari bor. Mesela what time is it? Okay, yoki what is the time? Bu o'qish ishlamish kelsa soat necha bo'ldi degan gap. What time is it? Yoki what is the time? Okay, what is the time? Hamda birinchi xil ahvolda nima desanlar, naf yoki dal vaqtni o'qishning usuli qanday desanlar, odatda mancha bo'ldi. Masalan, it's 1 o'clock. Shunami? Soat qarab baqsak, soat necha bo'ldi? 1 bo'ldi. Shunami? It is 1 o'clock. It is 1 o'clock. What about that? Hozir soat 5 bo'ldi. Shunami? Uni deganda it is nima? 5 o'clock. It is a 5 o'clock now. Hozir soat necha bo'ldi? 5 bo'ldi. Endi nima soatchi? Naq soat 11 bo'ldi. 11 bo'lgan nima deymiz? Naq it is 11, 11. Keyin nima qilib qo'ydik? O'clock. Demak, endi dal vaqtni ifodalaganda mush keyiniga oldiga it is u bo'lsa, demakchi vaqt bo'lsa degan gap. Eng oxirgi nima? O'clock. O'ttirga ism. San. Naq shu soatniki necha bo'lganligini bildirib keladigan sanlarni mushaldiga qo'yadigan gap. It is 11 o'clock. It is 11 o'clock. Okay. Endi ma'lum bir vaqtni o'tganligini ifodalashda, masalan, it is a minute past clock. Okay, yoki it's clock minute. Ikki xil ifodalash usuli bor. Masalan, 10dan 10 o'tdi. Shunami? Bu 10dan 10 o'tdi degan nima? It's 10 minutes past 10. Hamda buni ifodalaganda avval chet elliklar minut sonini deb uningdan endi nima desan soat sonini deymiz. Bu yerga past deganimiz o'tdi degan gap. Odatda mancha o'tdi deganni o'lcham qilganda odatda minut sonini o'lcham qilamiz. Agar 30 minut tang yoki 30 minutdan kichik bo'lsa, diqqat, mush o'qiganda minut soni, ma'lum soatning minut soni 30 dan kichik yoki 30 minutga tang bo'lgan ahvollarda biz uningga nima manchadan mancha minut o'tdi deymiz. Buning qalbi it is minute past clock. Yoki it's clock minute. Yoki bivas to'qanda bunday yozilmizda. Masalan, it's 10:10. Okay. It's 10:10 yoki it's 10 minutes past 10 degandek. Masalan, 12:10 minut o'tdi. Demakchi 12:10 minut o'tdi. Demakchi ama uyg'urchada clock sal oldirib keldi-ku, lekin inglizchada clock qanday desanlar keyinga keladi. Bu nim bo'ldi desanlar it's 10 minutes past 12. Demakchi 10 minutes past 12 yoki it's 4:10.
Okay, it is 4:10. Яки nima desanglar? Masalan yoki 4:10 yoki endi 4:10 deganda masalan 10 minutes to 4. Yoki 10 minutes past 4 deydi. Tushunami? Yoki endi ingliz tilida yana 4:10 deb ishlatadi. Ana 12dan 10 nima? 12:10 deb ishlatadi. Okay, ishlatadi. Demak endi 30 minutdan kichik yoki tang bo'lgan holda manchadan mancha o'tdi deydigan gap. Endi odatda bir chorak, ama oldin qatimliq darsda quarter deganni o'rgangan, quarter deganimiz nima desang, yerimning yerimi. Demakchi bir narsaning 4dan biri. Masalan bir soatning 4dan biri necha minut bo'ldi? 15 minut. Demak a quarter deganimiz 15 minutes. Alright, 15 minutes. Endi bu 15 minute ifodalanganini qanaqa qilmaysiz? Desanglar, masalan manada 10 dan 15 minut debdi. Demak avval minutni deydik, a quarter past, demak soat soni 10. It is a quarter past 10. It is a quarter past 10. You know, it's 15 minutes past 10. Yakin insek bo'ldi sanlar, ondan 15 minut o'tdi. It's 15 minutes past 10. Demak, endi mishara quarter deganimiz nima? Sanlar chorak. Chorak. It's 10:15 desek mi qanday sanlar xato emas. Ingliz tilimizda ko'p ishlatib qo'yamiz. It's 10:15. 10:15. Endi yarim soat ifodalaganda qanday ifodalaymiz hozir o'tganda? Odatda yarim soat o'tganini ifodalashda nima 30 minut deymiz shunami? Uni nima half. Okay, half. You know, we can call it's 7:30, right? It is 7:30. Endi bu yerda 7dan 30 minut o'tdi. Agar 30dan cho'ng bo'lib kelsa mancha minut qoldi deydik, ha? Endi kichik bo'lgan degan nima desanglar? 7:30. Yoki it's 7:30. It is a 7:30. Yoki it's 30 past 7. Right? It's 30 past 7. Moshdan mancha minut qanda o'tdi. Deb ishlatamiz. Undan keyinchi, masalan 2:30 bo'libdi shunami? 2:30 nima desanglar? It is 2:30. 2:30. Endi mana half bo'lganda xalif deb o'qisa bo'lmaydi. Bu nima xalif emas, nima half. O'tirigi ma l talaffuz qilmaydi. Masalan, shunga o'xshab qoladigan so'zlardan walk. Walk ma W A L K shunami? Buni walk deymiz. Walk deb o'qisa qolmaydi. Yoki talk. Talk nima T A L K. Talk. And bun talk desak qana xato. O cho'qim nima desanglar? Talk. So it is 2:30 and also it's 2:30 and bun desanglar 2:30 yoki it's 30 past 2 desak qana desanglar? To'g'ri. Demak 3 xil o'qilish bor shunami? Endi bu 30dan yuqori bo'lsa, minut soni mishara 30dan yuqori bo'lsa, u mancha minut qoldi deb ifodalandi. Masalan, it is minutes. O'xshashdan avval minutni deymiz to g'aqagaka nechiga 2 o'clock undan keyin soat soni deydigan gap. Masalan, mana qarab baqsak 2 ga naq 10 minut qolibdi. Shunami? Endi bu 2 ga 10 minut qoldi deganni ifodalashdan nima deb ifodalaymiz. So it is 10 minutes. Endi men minut deganga diqqat. Minut deganda sanag'ini bo'ladi, 10 bo'lgandan keyin ko'plik bo'ladi, ko'plik bo'lgandan keyin keyingi asqatimiz. Shunga it is 10 minutes to 2. It is 10 minutes to 2. Yeah, it's 10 to 2. It's 10 to 2. So it's 10 to 2. Onun sırtçı. Onun sırt. Mesela bana qarab baxsaq, hazır 3'ga 5 minut qapti. Buning neyimiz? It is 5 minutes to 3. Okay. Cho'qim yara manınğa qa. It's 5 minutes to 3. Yeah, it is 5 to 3. Endi mushundan qani bersanlar? 5 minut qoldi. Minutni asaqim bo'ldi. Ammasaqim bo'ldi. Asaqim bo'ldi, ammasaqim bo'ldi. Demak,
yig'inchoqlab kelganda savolashlar bor. Vaqtda minutni o'lcham qilamiz. 30 tang yoki kichik bo'lganda manchadan mancha o'tiramiz. Masalan, it's blah 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 minutes past undan keyin clock. Undan keyin 30 dan cho'ng bo'lgan bo'lsa ko'rsanglar, ma'noga mancha qoldi deymiz. Masalan, it is 5 or 2 undan keyin nima? Vaqt soat soni deymiz. Endi yana birga 15 minut bo'lganda quarter. Okay, a quarter masalan 1dan 15 o'tgan bo'lsa, a quarter past 1. Endi yarim bo'lgan bo'lsa ko'rsanglar half. Okay, yarim bo'lgan bo'lsa half orqali qanday qilgan gap ifodalaydigan gap. Xo'sh, endi text. Okay, text. So first of all, listen carefully. Listen carefully. Amsa savolashlar shu tekstimizni ko'ngil qo'yib bir anglab baqsanglar. It is 8 o'clock. The children go to school by car every day. But today they are going to school on foot. It is 10 o'clock. Mrs. Sawyer usually stays at home in the morning, but this morning she is going to the shops. It is 4 o'clock. In the afternoon, Mrs. Sawyer usually drinks tea in the living room. But this afternoon, she is drinking tea in the garden. It is 6 o'clock. In the evening, the children usually do their homework. But this evening, they are not doing their homework. At the moment, they are playing in the garden. It is 9 o'clock. Mr. Sawyer usually reads his newspaper at night. But he's not reading his newspaper tonight. At the moment, he's reading an interesting book.